Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar. Bugungi mavzu MP dasturlash amaliyoti, MPNet, MPTOM va protsesslararo aloqa. MP dasturlashda dastur boshlanishida MPNet funksiyasi chaqiriladi. U jarayonlararo kommunikatsiya muhitini ishga tushirish va parallel hisoblash resurslarini tayyorlash uchun zarurdir. MPTOM obyekti jarayonlar guruhini boshqarish vazifasini bajarib, jarayonlar o'rtasida samarali ma'lumot almashishni ta'minlaydi. Ushbu mexanizm yordamida turli jarayonlar o'zaro sinxronlashadi va parallel operatsiyalarni amalga oshiradi. MP texnologiyasi superkompyuterlar va klaster tizimlarida katta hajmdagi hisoblashlarni yuqori samaradorlik bilan bajarish imkonini yaratib, murakkab ilmiy va texnik loyihalarda keng qo'llaniladi. MP Message Passing interfeysi bu parallel hisoblash uchun xalqaro standart interfeys bo'lib, turli kompyuter tizimlarida parallel dasturlarni ishlab chiqishda umumiy til vazifasini bajaradi. Har bir jarayon o'zining mustaqil xotirasiga ega bo'lib, ma'lumotlar jarayonlar o'rtasida maxsus xabar almashish mexanizmi orqali uzatiladi. Ushbu yondashuv ko'p protsessorli tizimlarda katta hajmdagi hisoblashlarni bir vaqtda bajarish imkonini beradi va natijada dastur samaradorligi va ish tezligini sezilarli darajada oshiradi. MP parallel hisoblashning keng qo'llanilishini ta'minlovchi asosiy vositalardan biridir. Parallel hisoblashning asosiy prinsipi divide and conquer strategiyasiga asoslanib, katta hisoblash masalalarini kichik, mustaqil bo'laklarga ajratishni ta'minlaydi. Har bir bo'lak alohida protsessorda parallel ravishda bajariladi. Bu esa hisoblash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ushbu jarayon masalani bo'lakchalarga ajratish, ularni parallel bajarish hamda natijalarni sinxronlashtirilgan tarzda birlashtirish bosqichlarini o'z ichiga oladi. Message Passing interfeysi MP ushbu jarayonlarni yuqori samarali va portativ tarzda amalga oshirish uchun standartlashtirilgan kommunikatsiya mexanizmini taqdim etadi. Bu esa tarqatilgan tizimlarda parallel hisoblashni qo'llashni osonlashtiradi. Zamonaviy superkompyuterlar va klaster tizimlari yuzlab, minglab protsessordan tashkil topgan bo'lib, har bir protsessor mustaqil ravishda parallel hisoblash vazifalarini bajaradi. MP Message Passing interfeysi ushbu protsessorlarni samarali boshqarish hamda ular o'rtasida yuqori samarali ma'lumot almashishni ta'minlash uchun mo'ljallangan standart interfeysdir. Har bir klaster tuguni bir nechta protsessorlardan iborat bo'lib, ular yuqori tezlikdagi tarmoqlar orqali o'zaro bog'langan. Bu arxitektura katta hajmdagi hisoblashlarni taqsimlab bajarish va murakkab ilmiy texnik muammolarni yechishda muhim rol o'ynaydi. MPNet funksiyasi MP muhitini ishga tushirish uchun javobgardir. U tizim resurslarini tayyorlaydi va har bir jarayonga noyob identifikator, rang tayinlaydi. Rang qiymatlari oqdan birgacha bo'lib, jarayonlar guruhidagi har bir jarayonni aniqlash imkonini beradi. MP dasturlarida MPNet funksiyasi birinchi chaqirilishi zarur bo'lgan funksiyadir, chunki undan oldin boshqa MP funksiyalari to'g'ri ishlamaydi. Ushbu funksiya MP dasturining asosiy ishchi muhitini yaratib, parallel jarayonlarning sinxronlashuvi va kommunikatsiyasini ta'minlaydi. Dasturlash tilida MPNet funksiyasining sintaksisi quyidagicha: int MPNet, int arg, char arg, bu yerda arg va arg dastur parametrlariga ko'rsatkichlar sifatida beriladi. Fortran tilida esa funksiya chaqiruvi tal MPNet er ko'rinishida bo'lib, bunda er xatolik kodini saqlaydi. MPNet funksiyasi dastur boshida faqat bir marta chaqirilishi talab qilinadi, chunki takroriy chaqiruvlar MP muhitida nomutanosibliklar va xatoliklarni yuzaga keltirishi mumkin. Shu sababli uning bir martalik chaqirilishi MP dasturining to'g'ri ishlashini ta'minlaydi. MPFinalize funksiyasi MP muhitini tozalab, barcha resurslarni bo'shatadi. Har bir MP dasturining oxirida chaqirilishi shart. MPFinalize'dan keyin hech qanday MP funksiyalarini chaqirish mumkin emas. Bu jarayon xuddi faylni ochish va yopish kabi majburiydir, xotira va resurslarni tozalashni ta'minlaydi. MPTOM bu jarayonlar guruhini ifodalovchi maxsus obyekt bo'lib, qaysi jarayonlar bir-biri bilan aloqa qilishi mumkinligini belgilaydi.
Python Morid barcha jarayonlarni o'z ichiga olgan standart kommunikator bo'lib, dastur ishga tushganda avtomatik yaratiladi. Kommunikator yordamida jarayonlararo aloqa tashkil qilinadi, send va retrieve operatsiyalari orqali amalga oshiriladi. Python size funksiyasi Python Morid ichidagi jarayonlar sonini aniqlaydi. Bu esa size o'zgaruvchisiga yoziladi. Python rank esa har bir jarayonning unikal raqamini qaytaradi. Oq rang jarayon ko'pincha master vazifasini bajarib, boshqa jarayonlarni boshqaradi va natijalarni yigadi. MP dasturida har bir jarayon o'zining noyob identifikatori rang bilan farqlanadi. Rang qiymatlari oqdan boshlanib, jarayonlar umumiy sonning 1 ga kamaytirilgan qiymatigacha 1 davom etadi. Oq rangli jarayon master, boshqaruvchi sifatida ishlaydi va umumiy jarayonlarni muvofiqlashtiradi. Qolgan ranglarga ega jarayonlar esa worker, ishchi sifatida hisoblanadi. Oxirgi rangdagi jarayon maxsus vazifalar, masalan, natijalarni yigish yoki monitoring uchun ajratilishi mumkin. Ushbu tuzilma parallel hisoblash jarayonlarini samarali tashkil etish va boshqarishda muhim ahamiyatga ega. MP dasturida Hello World misoli har bir jarayonning noyob identifikatori, rang va umumiy jarayonlar sonini ko'rsatishni maqsad qiladi. Dastur avval mpinit funksiyasi orqali parallel muhitni ishga tushiradi. So'ngra Python rank yordamida har bir jarayon o'zining rang raqamini, Python size orqali esa umumiy jarayonlar sonini aniqlaydi. Har bir jarayon o'zining noyob identifikatori bilan birga Salom dunyo xabarini konsolga chiqaradi. Dastur MP finalize funksiyasi chaqirilishi bilan yakunlanadi. Bu esa MP muhitini tozalaydi va resurslarni ozod qiladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.